Qizim o'zi. Muzeyga kirish 50 ming ekan, bolachalarga 15 mingdan ekan. 210 kilometr Yangi yerdan. Git o'zi aylantiradi. Ya'ni Imom Buxoriy hazratlarining merosini chiqarib o'rgansak va ilm ma'rifat va ezgulikka to'g'ri g'oyalarni keng yo'ysak, bilamizki har qanday dolzarb masala yecha olamiz degan edi. Puliga arziydi kirsa bo'ladi. Oyshulasida bunda hadis yozayotgan tasvirlangan. Imom al-Buxoriy oyli shullasida hadis o'qigan ekan. O'sha payg'ambarlardan birontasi qaraganimizda ma'lumot kelib chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 25 ta payg'ambar. E'tiborimizni orqa tarafga qaratamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 99 ta ism va sifatlari keltirilgan. Ko'rishimiz mumkin. Bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 21 ta ajdodi keltirilgan. Ya'ni eng katta bobosi Adnondan tortib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan ketma-ketlikda shekillarda ko'rishimiz mumkin. Ajdodlar ko'rishimiz mumkin. Mana Muhorlarga xat yozishda foydalangan, shu xatning asrligini bilish maqsadida va ushbu muhor eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba va yagona ayol kishi, ya'ni Oysha roziyallohu anha, ya'ni payg'ambarimizning ayollari hisoblanadi. 2210 ta hadis rivoyat qilgan. Ko'rishimizki, Imom Buxoriy hazratlari shu yoshlik davrida shu ilmga qanchalik qiziqqanligi va u yerdagi shu oilasidagi ma'naviy, ma'rifiy muhit ko'rsatilgan. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni